Germaniyaga kelgandan keyin qadama-qadam nima qilish kerakligini men sizlarga shu videoda tushuntirib o'taman. Germaniyaga qanaqa qilib kelish juda aktual tema, lekin kelgandan keyin etap-etap nima qilish kerakligini juda kam odam tushuntirgan. Kelganinglardan keyin birinchi bo'lib anmeldung qilishinglar kerak, ya'ni registratsiya по месту жительства. Bu 2 haftaning ichida qilinishi shart. Bunga Rathausdan yoki katta shahar bo'lsa, shtat servisdan termin olib borasizlar. Anmeldungni bir kunda yoki shahariga qarab bir haftada qilib berishadi. Va sizlarga mailda 5 ta tugun berishadi. Bu joyga yana bitta lifehack. Ovora bo'lib yurmasliklar uchun sirazu oilaviy statusinglarni o'zgartirib berishligini so'raysizlar. Ya'ni sistemaga sizlarni uylangan va farzandi bor deb kiritib qo'yishadi. Bu uchun sizlardan farzandinglarning metrikasi, nikoh shartnomasi va shu hujjatlarning notarial tarjimasini talab qilishadi. Lekin hamma hujjatlar original bo'lishi shart. Kopiyalar o'tmaydi. Dokumentlarni 2-3 hafta ko'rib chiqishadi. Va keyin sizlar finansampga telefon qilib shtoyr klassni, ya'ni sog'liq klassini o'zgartirmoqchiliginglarni aytasizlar. O'zinglarnikini 1-klassdan 3-klassga o'zgartirasizlar. Ayolinglarnikini agar sizlardan kam pul topsa yoki paka ishlamasa 5-klass qildirasizlar. Bu sizga topayotgan oyligingizdan kamroq soliq to'lash uchun qilinadi. Germaniyaga kelgandan keyin qilinadigan ishlar juda ko'p. Bu atigi birinchi bo'lib qilinadigan ish. Qolgan qilinadigan ishlarni boshqa videoroliklarda bo'lishaman.